ayol baxti deganda o'zimga o'zim savol beryapmanda, men baxtli ayolmanmi deb. Albatta men baxtli ayolman. Ayol baxti deganda bu o'zi ayolning farzandlarining sog'lig'i, ayolning farzandlari, nevaralari, turmush o'rtog'i, oilasi, uning tinchligi, ularning sog'lig'i ayol uchun eng baxtli hisoblanadi. Haqiqatan ham bunday o'ylab qarasam, men juda baxtli insonman. Mana G'ozg'on shahriga kelganimga 35 yil bo'ldi. 35 yildan beri bir joyda mana shu shifokor bo'lib ishlayapman. Xalq dardiga malham bo'lyapman. Shu xalq dardi bilan yuribman. Shu har ertalab turib birinchi qiladigan ishim mana shu shifoxonaga kelib kelayotgan bemorlarimga yordam berishni o'ylayman. Men hamma narsadan oilamni ustun qo'yaman. Sababi mana shu o'qishni bitirib kelib ishni boshlab ozgina ishlaganimdan keyin shu oilaviy muhit shunaqa taqdir taqozosi shunday narsani nima qildiki menga taqdir qildiki, men oilam bilan dashka, ya'ni cho'ponlikka ko'chib ketishimga to'g'ri keldi. Va o'sha oilamdagilar shu cho'ponlik qilmasam bo'lmasligini, shu umidga kirishimni menga tushuntirganlaridan keyin men ikkilanib qoldim va oilaga borib otamdan so'radim. Men shuncha institutga o'qidim, xalqqa mehnat qilish uchun keldim, xalq sog'lig'i uchun keldim, lekin meni o'sha cho'pon bo'lishim kerak ekanligini aytishyapti. Shunga siz nima deysiz deb aytganimda, dadam rahmatli aytdilarki, qizim, bu sening hayoting. Tanlash sening hayoting. Xohlasang oilangni tanla, xohlasang shifokorlikni tanla deb aytdilar. O'shanda men hech ikkilanmay diplomimni qo'yib 2 yil bo'lib o'sha dashta cho'ponlik qildim, qo'y haydadim, o'sha qo'ylarga qaradim, mollarga qaradim. 2 yil cho'pon hayoti bilan yurdim. Va 2 yildan keyin yana hayotim o'z iziga tushib, xo'jayinim bilan G'azg'onga ko'chib kelib, G'azg'onda shifokorlik kasbini boshladim. Va mana shu darajaga yetib, mana shu yerga kelib, mana shu 35 yildan beri ishlab, xalqning o'sha rahmatini eshitib yurganimning asosiy sababchisi meni turmush o'rtog'im bo'ladi. Bilasizlar, 2019-yilda pandemiya hammani titratib tashladi. Ana o'sha vaqtda hamma uyda o'tirgan vaqtda biz shifokorlar qo'rqmay o'zimizni xalqimizga xizmat qilishni boshladik. Va mana shu pandemiyadan sog'-omon chiqishimizni hurmatli prezidentimiz ozgina qilgan mehnatimizni juda katta baholadilar va menga salomatlik 2-darajali ordeni bilan taqdirladilar. Bundan men benihoyat xursandman. Chunki o'zimning mehnatimni, o'zimni o'sha qadrimni, o'sha qilayotgan mehnatimni prezidentimiz qadrladilar. Prezidentimizning o'sha bir marta emas, 2-3 marta prezidentimiz bilan uchrashib, prezidentimizning rahmatlarini olganman. Mana shifokorlar bilan ochiq muloqot bo'lgan vaqtda prezidentimizga qo'l ko'tarib bittagina iltimos qildim. Sizdan iltimos, G'ozg'on shahar bo'ldi. G'ozg'onda shifoxona yo'q. G'ozg'onda shifoxona bo'lmaganligi uchun bemorlar 70 kilometr uzoqlikka borib, Navoiy shahrida davolanib kelishyapti. Ayniqsa tug'ruqlarga bizlar juda ham qiynalyapmiz deganda, o'sha prezidentimiz bir ovozdan biz G'azg'onga shu bitta iltimosingizni inobatga olib, chiroyli, ixcham, o'sha talab darajasiga javob beradigan shifoxona qurib beramiz dedilar va mana shu shifoxona hozir qurilyapti. Nasib bo'lsa, mustaqillik arafasida bu shifoxona ishga tushadi va xalqimiz uzoqqa bormaydi, xalqimizni uzoqqa yaqin bo'lib, mana shu shifoxonada xalqimiz davolanadi. Bundan men juda ham xursandman. Mana 8-mart arafasi kelyapti, 21-mart bayramlari kelyapti. Mana shu bayramlar bilan barcha respublikamizdagi xotin-qizlarni,
barchani onajonlarimizni, buvijonlarimizni, opa singillarimizni mana shu bayram bilan chin yurakdan, o'zim nomidan, oilam nomidan muborakbod etaman. Doimo sog' salomat bo'lsin hamma. Hech kim kasal bo'lmasin. Shifokorlarning ishi faqat profilaktika ishlariga qolsin. Doimo hamma sog' salomatgina o'z oilasi bag'rida tinchgina chin totuv yashash hammaga nasibi ro'zi aylasin. Rahmat.